Kamerasi bu joyda joylashgan. Kamerani yoqib o'chiradigan knopkasi. Kamerali ruchkaga mana shunaqa SanDisk original fleshga qo'yish kerak bo'ladi. Fleshga shunaqa ko'rinishda qo'yiladi. Ko'rinishda. Kamerani ishlatish uchun tepadagi knopkasi bor. Shuni bosib turamiz. Chirog'i yondi. Yashil chirog'i. Chiroq yonganda bitta bosib qo'yib yuborsa, rasmga oladi bu. Hop, 3-4 sekund bosib turib qo'yib yuborsa, video syomka qiladi. 1 2 3 qo'yib yuboramiz. 4 marta harakat qilib o'chdi. Hozir video syomka qilyapti. Video syomkani to'xtatish uchun bitta bosamiz. Video saqlanib bo'ldi. Bosib turamiz. O'chdi hozir. O'chgandan keyin fleshkani telefonga yoki kompyuterga qo'yib videolarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi.